Qarang do'stim, bosh qotirib yotasizmi? Mana ham bosib oling. Chunki de yangi Damas olasiz, balon qo'yasiz, gaz qo'yasiz, chuqol polik qilasiz. Hamma narsani qilaman desangiz, 1,5-2 ming dollar xarajat qilasiz. Mana tayyor. Hamma narsalar qilingan, gaz qo'yilgan, balon qo'yilgan, chuqol polik, kolonka, kimchi balla qilingan. Yana o'zimni yaxshi do'stimni dadasiniki. Dadasiga sovg'a qilganda, endi o'zi sotib, katalogini olib beryapti. Gendaverni olsangiz bilan keling. 2024-yilda ishlab chiqarilgan Damas. Kraskalari absolutno toza, bosib o'tgan masofasi 26 ming, xarajat umuman yo'q. Zadniy mos, korobka, motor hammasi chiki-chiki. Mana bu yerda ham o'yda, kolonkalarni qarang. Mazza qo'rasiz, bu Damas ichida yursangiz, o'zingizni diskotekada his qilasiz. Diks qilib ketaverasiz-da. Mana orqada tonirovkalar ham qilingan. Holat zo'r, yangi balon. Balonni o'yna, yangi balon. Yurmagan. Qo'yish. Mana bitta o'chib orqasini ham ko'rsataman sizlarga. Ana joningdan. Mana linoleumlar qilingan. Zapaskalari bor. Hozir buni keyin qaytadan to'g'rilaymiz. Kraskalari absolutno toza, 2024-yilda ishlab chiqarilgan Damas. Gendaverni keyin bitadi. 6500 dollar yana savdosi bu. Savdo qilsangiz bo'ladi, Primoy Dekkon. Nomer telefonlar pastda bo'ladi. Savdolashib bosib olsangiz bo'ladi do'stim. Sog' bo'lingizlar.